Dubaydan yer sotib olib, qurilish boshlamoqchi bo'lganlar uchun ular nimalarga tayyor bo'lish kerak va nimalar talab qilinadi? Shahar markazida joylashgan yangi proyektni ko'rsataman sizlarga. Mana qurilyapti. E'tibor beringlar o'rtoqlar. Ushbu proyektning nomi mana birinchi 25 ko'ryapsizlarmi? Hamda qaysi kompaniya? Mana owner developer yozilgan, ko'ryapsizlarmi? East hamda West yozilgan. Qana, voy barmog'im, mana barmoq. Mana ko'ryapsizlarmi? Xuddi shunday, demak, project manager. Men nima demoqchiman? Bir qancha kompaniyalar bilan hamkorlikda, demak, proyekt ishga tushiriladi. Hattoki agar sizga sotuvga yordam kerak bo'lsa, mana sales marketing consultant, ko'ryapsizlarmi? DNB Properties xuddi shunday brokerskiy kompaniyalar bilan hamkorlikda bino qurilishidan oldin, demak, sotuvni yo'lga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz Dubay shahrida qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, sotuvga yordam kerak bo'lsa yoki shu kabi yo'l yo'riqlari haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, murojaat qilinglar, biz sizga bu borada ma'lumot beramiz.